¿Qué tal? ¿Qué tal? Ejército Mexicano, Batallón de Atención Emergencia. Meksikadagi ko'llardan birida ro'y bergan avariyadan keyin 2 hafta mobaynida yer ostida qolib ketgan konchi qutqarildi. 25-mart kuni Sinaloa shtatidagi oltin va kumush qazib olinadigan Santa de konida baxtsiz hodisa ro'y berib, konni suv bosganida ichkarida 25 kishi bor edi. Shundan 21 kishi mustaqil tarzda yer yuzasiga chiqib olgan, lekin 4 kishi 300 metr chuqurlikda chiqish yo'lagidan uzilib qolgandi. Ko'p o'tmay ichkarida qolib ketganlardan biri qutqarildi, yana 2 nafari esa halok bo'ldi. Harbiy g'avvoslar va qutqaruvchilar 2 hafta davomida nasoslar orqali ichkaridagi suvni chiqarishdi va tirik qolgan 4-konchi Francisco Zapata Najeraning oldiga yetib borishdi. Harbiylar tomonidan e'lon qilingan videoda Zapata beligacha suvda turgani va savollarga javob berayotgani, o'zini yaxshi his qilayotganini aytgani aks etgan. Shundan keyin uni yuqoriga olib chiqishgan va vertolyotda Masatlan shahridagi shifoxonaga olib ketishgan. U og'ir sharoitlarda omon qolishni qanday uddalagani tafsilotlari keltirilmagan.